Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy rasklad bo'yicha WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar, ya'ni yozasizlar. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim: aqlingizdagi insoningiz bilan birga bo'lasizmi? Ketdik. Videodan oldin kartalarni yaxshilab aralashtirganman. Aqlingizdagi insoningizni o'ylaysiz, hidini, sizga qarashini, kulishini, iloji boricha ko'z oldingizga hidini keltirasiz. Chunki baribir karta ochayotganda garmoniyani ko'proq his qilsangiz, ko'proq to'g'ri chiqadi. Lekin aytib o'taman, bu общий расклад. Kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Личный расклад WhatsAppdan. Ketdik. O'rtoqlar, aqlingizdagi insoningizni bir qandaydir o'qitishnimi yoki bir kimgadir ko'rsatishimi boshladingizmi yoki boshlayapsizmi yoki aqlingizga keldimida nimagadir u aqlingizdagi insoningiz birga yashashnimi yoki to'ynimi, patahanimi cho'zyapti va shuning uchun siz qaror qildingizmi shu narsagada qandaydir yo'lingiz bor. Yoki siz shu ish qilyapsiz hozirda yoki qandaydir miyangizda aylanyapti. Qilaymi, qilmaymi, qilaymi, qilmaymi, sababini aytib o'tganimdek. Yoki birga yashashi cho'zilib ketyapti, yoki to'y patahangiz cho'zilyapti. Aqlingizdagi insoningiz bilan demak bu общий debman. Bu raskladda nimagadir bir yildan oshgan parichkalarga yoki bir yildan oshgan insonlarga tegishli. Chunki отношения uzoq muddat chiqyapti sizlarda. Nechidir oy emasda uzoq muddat chiqyapti. Aqlingizdagi insoningiz lekin sizga qiziqishi, sizni yaxshi ko'rishi nimagadir bor. Siz qandaydir shubha qilyapsiz oxirgi kunlarda, yo'q, lekin aqlingizdagi insoningiz sizga qiziqishlari va yoqtirishlari bo'lyapti. Lekin bilasizmi, aqlingizdagi insoningizni ozgina cho'zyapti. Sababi chiqdi mana endi. Sababi bilasizmi, qandaydir atrofingizda yuradigan yoshroq bir qiz bormi sizni yoshingizda va sizdan ozgina 1-2 yosh katta yoki 1-2 yosh kichkina deb tushuntiray, yoki qarindoshlaringiz ham yoki dugonangizmi kimdir. Qandaydir aqlingizdagi insoningiz bilan muloqoti borda, uni tushunyapsizmi? Bir internetdanmi, nimadandir eski tarixingizni yaqin orada gapirdi. Eski tarixda kim bilan gaplashganingizni yoki kim bilandir bo'lganingizmi gapiryapti. Tushunyapsiz? Shu narsa ham sabab bo'lyapti. Siz o'zingiz yaqinda shu xabarni eshitasiz va ozgina shokka tushasiz. Слишком досконально ochib yubordim. O'rtoqlar, личный расклад bo'lib ketdi. Так, o'rtoqlar, пока что shuni ayta olaman.